Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka diyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islaha 2022 yıl 4. ayının 25. gün. Vaziyettin gep ise Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin Ukraynaga yetib keldi ve Ukraynaning prezidenti Zelenskiy bilan suhbat o'tkazib, undan keyin qo'shni davlat Polshada muxbirlarni kutib olishini o'tkazdi. Bu yerda bizning sizlarga tarixtidigan, ya'ni Rossiya tarafga tarixtidigan signalimiz bir. O bo'lsa derhal urush to'xtatish, dedi vatandaş. Bugün şununla münasebetlik leksiyalarını vatandaşlara sözleymiş. Ondan Reis Xi Jinping'nin bu adı sözlüğün notqıda. Mesela yüzü nimedin ensirdi, nimeni aşkarlap koydu ve yeni nimeni ta'kidledi. Bu anda hazır Cungo, Amerika, Cungo, Avrupa İttifakı devletleri oturusu bulvatkan münasebetlerinin nazok bir pellisi de bu sözle siyasetke, şu devletlerin siyasetlerine münasebetlik söz bulup kaldı vatandaş. Devlet İşler Kotibi Antony Blinken ve Devlet Mudofaa Ministri Austin Prezident Zelenskiy bilan ko'rishgandan keyin Amerika Rossiya mag'lubiyatga cho'kib qoldi. Ukrayna g'alaba sari ilgarilamoqda deb yakun chiqardi. Mavzuli xabar 4. ayning 25. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin Ukraynaning Kiyev shahrida yüz o'ltirib prezident Zelenskiy bilan suhbatlashgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati haftaning 1. kuni, ya'ni 4. ayning 25. kuni Ukraynaning tajovuz Rossiyaga qarshi urushda g'alabani qo'lga keltirish uchun hamkorlashadiganligi to'g'risida yana bir qatim va'da berdi. O'xshashli bir vaqtda Angliya mundaq ko'rsatdi. Ukraynaga hujum qilgan Rossiya armiyasi Ukraynaning sharqida yangi hujum qo'zg'agan edi, lekin bu urush hozirgacha har qanday bosish hosil qilolmadi. Davlat ishlar kotibi Blinken ve Davlat Mudofaa ministri Austin Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishganda bunday ko'rsatdi. Amerika Ukraynaga 165 milyon dollarlik o'q puruq setib berishini tasdiqladi. O'xshashli Ukraynaning 300 milyon dollarlik chet el harbiy qismlari qurilishiga mablag' to'plashni qo'llaydiganligini bildirdi. Biz tuzgan strategik siyaset, ya'ni Ukraynani zo'r ko'lamda qo'llash, Rossiyaga zo'r ko'lamda besim ishlatish, bu prinsipda ching turadigan 30 davlat bilan birlashib ittifaqlashib hozir amaliy unum hosil qildi. Davlat ishlar kotibi prezident Zelenskiy deb ko'rsatdi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishgandan keyin haftaning 1. kuni Polshada muxbirlarni kutib olish yig'inida yuqorida ko'rsatdi. Agar Rossiyaning urush nishoni bo'yicha so'zlaydigan bo'lsak, Rossiya yengildi. Ukrayna hozir g'alaba sari ilgarilamoqda. Rossiyaning avvalgi nishoni Ukraynani tizib turib, egilik huquqni tortib olish ve Ukrayna'nın müstakilligini boğup taşlaş idi. Lekin bu maqsadning hammasi
mag'lub bo'ldi. Diplomatiya sohasida Birleşken Devletler Teşkilatı katibi Guterres haftaning birinchi kuni Turkiyaga yetib kelib, ondan Moskva, Kiyev shaharlarini ziyorat qildi. Prezident Zelenskiy Guterresning avval Ukraina Kiyev shaharini ziyorat qilmay, Moskvani ziyorat qilishi xatolik deb ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Katib safarga chiqishdan burun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibi Guterres safarga chiqishdan burun telefonda so'zlashgan edim. Bizning umidimiz shuki, Vladimir Putinga yetkazadigan intayin aniq uchurimiz shuki, o bo'lsa, urush oxirlashishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken yuqorida ko'rsatdi.